نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل نضيء بنورنا الدنيا وننشر. Alloh taolo o'zining kitobida shunday marhamat qiladi. Sevgan narsalaringizdan infoq ihson qilmaguningizcha yaxshilikka erisha olmaysizlar. Shu bois yaxshilik va saxovat ahli, pok niyatli qo'li ochiq o'zbek birodarlarimiz bizga o'z mablag'larini yuborib kelmoqdalar. Biz esa ularni matonatli va g'ururli G'azoda chodirlarda yashayotgan, ko'chirilgan va jabr ko'rgan muhtoj oilalarga yetkazmoqdamiz. Alloh taoloning fazli, so'ngra sizlarning yordamingiz bilan chodirlarda yashayotgan muhtojlarga sizlar taqdim etayotgan naqd pullar tarqatilinadi. Ey o'zbek birodarlarimiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Darajangizni va maqomingizni ko'tarsin. Alloh taolo bizlarni Firdavs jannatida jamlasin. Hamd olimlar Robbisi Allohgadir. ننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى.